Assalomu alaykum. Bugun sizga nevroz haqida yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Odatda nevroz holatiga uchragan insonlar kardiologlarga murojaat qilishadi, yuraklarini EKG qildirishadi, nevropatologlarga murojaat qilishadi, gastroenterologlarga murojaat qilib turli tekshiruvlardan o'tishadi va natijada turli tekshiruv natijalari odatda ijobiy chiqadi, lekin barcha tekshiruvlar natijalari yaxshi chiqishiga qaramay baribir nevroz holatdagi insonlar odatda o'zlarining sog'liklaridan shikoyat qilishda davom ettirishadi. Bir narsani tushunishingiz kerak, nevroz bu tana kasalligi emas. Nevroz bu ruhiy holatingizning buzilishini anglatadi. Ya'ni nevroz holati bu sizning ruhiyatingiz bilan bog'liq bo'ladi. Agarda siz misol uchun uzoq vaqt davomida stressni his qilib yashagan bo'lsangiz, misol uchun oilaviy muammolardan kelib chiqib yo bo'lmasam doimiy ishxonangizda doimiy bosim yoki doimiy stress bo'lsa, undan tashqari siz hayotingiz davomida biror bir kasallikka uchragan bo'lsangiz va mana shu kasallik sizga judayam kuchli stressni keltirib chiqargan bo'lsa, misol uchun siz qaysidir sizda kasallik borligini bildingiz va mana shu kasallikdan siz stressga tushib qoldingiz. Misol uchun jiddiy deb o'yladingizda mana shu kasallikni. Aynan mana shunday kasalim bor deb o'ylaganingizdan keyin ham odatda ko'pchilik insonlar tushkunlikka tushib qoladi va bunday holatlar ham keyinchalik nevrozni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yo bo'lmasam hayotingiz davomida yaqinlaringizning vafoti bo'lishi mumkin, yaqin insonlaringizni yo'qotib qo'yish holati bo'lishi mumkin va shu bilan birgalikda hayotingizda siz qo'rqadigan, ya'ni sizni qo'rqitadigan vaziyatlar bo'lib o'tgan bo'lsa, aynan mana shu holatlar sizni keyinchalik nevroz holatiga tushib qolishingizga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham nevrozni davolashda eng avvalambor ruhiyat bilan ishlash kerak. Biz avvalambor, demak, ruhiyatimizga diqqatimizni qaratishimiz kerak. Qachonki siz dori-darmonlarni qabul qilsangiz, bunda tabiiyki dori-darmonlar sizni ruhiyatingizni, sizdagi o'sha stresslarni, demak, yo'qotib bera olmaydi. Sizdagi stresslarga dorilar ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ham nevroz holatdagi insonlar o'zi bilmagan holati, ko'pchilik tushunmagan holati ketma-ket kardiologlarga murojaat qilishadi. Xullas turli xildagi shifokorlarga murojaat qilishadi, dorilarni qabul qilishadi. Keyin nimaga men baribir shuncha dorilarni qabul qilsam ham men tuzalmayapman deb mana shunday holatda tushkunlikka tushib qolishadi. Hozirgi kunda sizda ham nevroz holati bo'lsa, sizga hozir bir kichkina maslahatni berib o'tmoqchiman. Ko'proq piyoda yurishga harakat qiling. Agarda siz har kuni 1 soat kunduzi, kechki payt 1 soat yuradigan bo'lsangiz, ya'ni piyoda tez-tez yuradigan bo'lsangiz, aynan mana shu yurishlaringiz ham nevrozni yengishingiz uchun yaxshigina yordam bera oladi. Agarda sizda ancha yillardan buyon nevroz holati kuzatilayotgan bo'lsa va siz bu holatdan endi chiqa olmayman, bu holatni yengish mumkin emas degan fikrga kelib tushkunlikka tushib qolgan bo'lsangiz, bir narsani bilib qo'ying, nevrozga albatta yechim bor va siz mana shu holatdan tezroq chiqishni xohlasangiz, marhamat murojaat qilishingiz mumkin.